Otandan ki 3 kızı varken 3'ü de gaçken de telekem sözdeydi ki. Bu 3 kızga fakat el çıkarmaganken bu momay şundaq afsuslanıp otasa jirak yezda bu yol dışına bir ağın soka kiripti da. "Ey Turanxon, bu gaçpaçı da afsuslanmay. Ben bir elçi ötay bularni gaq qilmay turibla, chiroyli yasab, tillari degan ravanda maqtajir bir nosim görmez." Degandikin bu momay boptu deb falançkin elçi keldi deydiken, şu degan kuni bu 3 qizga deydiken de. "Ey, tilingni chaynishib, elchining oldida chandurishib yursang, ammay qoldiqamiz 3 yilingning 5-ret o'roqsala baqmajimi? Men faqat gap so'z qilishma. Gap qilding chenib qoladi-sa, bo'ladi apa bo'ladi." Bu 3 qizni qata o'tag'iz qo'yibdi, angacha bir elchi kelib, "Xo'sh, Turanxon, qizchongiz yatliq qilamiz. O'g'ilchongiz o'ylaymiz deb turishinglar, majnusi bir cho'gin bo'lgan varog'ini qaynab teshib ketdi. Teshib ketsa, o cho'ng qizi o'zini bosolmay, "Voyjon, to'rto'lat aynab ketdi-ku." Lekin o ikkinchi qizi onun gaqig'ini qopib ketibdi-da. "Ey, to'rto'lat aynab ketdi, patib qo'ymasa patkina." O momay Alloh akbar. Ma ikkisi gaqiyapti, uchinchisi gaqimiz bo'ladi deb o'tasa, uchinchisida o'tirib, "Apam men daptama degan, men daptama o'tirib."